Ulug'bek xazinasi 1-qism 8-mavzu. Şeyh Nizamiddin Xomush Qalindar Qarnoqiyni namoz bomdod bilan kelishga chaqirtgan edi. Hozir kun petib namoz asrga azon aytildi. Lekin sheyx uni texchila huzuriga taklif qilmadi. Sheyxning ichkari tashqari hovlisi mazori sharifga yaqin bo'lib, ichkirki hovlisidagi uy imoratlari masjidga yondosh edi. Lekin sheyx hazratlari bugun masjidga chiqmadi, kun bo'yi huzuridan odam uzilmadi. Chaparmanlar üstelep kelib, din erbablari, davlat erkanlari, katta amaldor töreler ve emirlerinin ayığı üzülmey qadam tashrif qilishdi. Qo'sh qanotliq yo'g'on darvoza birdammi yopilmadi. Qalindar Qarnoqi tashqariqi hovlining o'ttirisida cho'risi marmardan yasalgan cho'ng ko'lchakning bo'yidagi katta supida o'ltirib kelgan ketganlarni kuzatdi. Necha kundan beri Samarqandni yamalab chiqayotgan izg'in shamol kunduzi sal pasaysimi, kech kirishi bilan yana kuchayib, ko'lchak atrofidagi chinar va oq teraklarning yupurmoqlarini uchirtatdi. Shamolda shoxlaridan uzilgan yupurmoqlar ko'lchakdagi tiniq suv yuziga, ko'lchak atrofidagi gullikka va yerga gilamdek yeyilib ketadi. Başlarına uçluq, çembersimon qalpoq kiygan yosh murtlar tökülgen yupurmoqlarni tinmay süpürüp tashlaydi ve mehmonlar o'tadigan yo'llarni yalisi tilga to'pi yo'qmag'idek qilib tozalab. Tushkichi kelgan mehmonlarning ko'pinchisi tonlarining ichiga savut kiygan, bellariga qilich ve xanjar asqan, yurish turuşlarından mağrurluğu çıkıp durduğun suvariler, bey ve begzadiler idi. Düştün kin uçsuğu zerbab ton, başlarına söser tumak ve kara qama telpek kiyişken bir top isil zadiler hemrahlıqda paytaxt doğusu Miranşah kirip geldi. Miranşah 60'lardan aşkan beslik adam bulup, onun yumalak qızıl yüzü ve alaq jalaq bulup durgan közlerinden qandaqdır bir xil təşviş alameti çıkıp duratdı. Miranşah'dan keyin juvularının teşidin aq şayi ton kiygen. Başlarına appak ipek selli urvagan bir top ölüma məğrurani qiyafette güya aq gazladek gidip menip kirip gelişti. Ulanın arasında Samarqand qazisi Hoca Miskimi bar idi. Gözleri ötkür, çıraydan muz yığıp durduğun qazi aldığı çıkan murtlarının salamlarını mı ilik almay, hassini tokuldutup içkirideki hoyluğa kirip gitti. Qalindar Qarnoqi yanada ko'lchak bo'yida saqlab qoldi. Ya uni chaqirtqanligi sheyx hazratlarining yodidan ko'tarilib ketganmidi? Qalindar Qarnoqi sheyx bilan shu yili atiyozda, ya'ni Xurshida Banudan umidini uzib, Shohizinda xonaqosidagi darvishlarga qo'shilgan chog'larda uchrashgan edi. Qalindar Qarnoqi dervişlik kiyimini kiyginiga pushaymon qilib yurgan kunlar edi. Qalindar Qarnoqi medresede ta'lim edip yurgan chog'larida fani dunyoning lazzatidan voz kechib, faqat odun yonini o'ylaydigan, kiyimlari jul-jul bu dervishlarga havas qilgan edi. Biri burada qattiq, biri piyola suvga qanoatlanib, ko'cha hamda sana o'qib yuruydigan bu gadaylar onun ko'ziga farishtadek ko'ringan edi. Kiyim bilgidek bo'lsa,
Kündüzü başlarına kola, uçsoğu cul bulup ketken cendi kiyip, koça u qılıp ve bazar reslerde işik doğurup yürüdüğün bu gadayla namaz şam bilen xanaqaga qaytib kelipla tamamen başqacha iş görüdügen. Tar xanaqada neş puraqları buruqsıp, qarı çögüller paraqlap qaynap ketedigen. Bəziler köknar yancısa, bəziler cul bulup ketken belvaqlarını yiyişip, qara doğrularını çıkarışıdiken. Andın gayvet şikayet, keyif sapa, gayda uruş, macera başlanıp ketediken. Bu qılmışlarga hayran bolgan Kalender Qarnaqi bu yerden keçip ketmekçi boldu. Biroq keyinçe bumu Allah'ın bir sınıqıdır degan o'yga kelib sabr qildi va xonaqoning eng xilvat yeriga kirib olib tariqat bilan mashg'ul bo'ldi. Shayx bilan uchrashadigan kunimi Kalender xonaqoning eng chetidagi turusi past, qorong'u bir yerida jimjit o'ltirib tilovat qilyotdi. To'satdan varang churunglab siqib, xanaqa birdilla jimib ketdi. Kalender Qarnaqi bunu sezgen bolsumu ko'zini yumgan peti asta tevrinib zikir qiliverdi de, dal shu paytda kimdir birisi uni qattiq no'qidi. Bu qanday qilmoqlik, nima degan adabsizlik? Kalender asta beshini ko'tardi. Xanaqaning eshigida beshidan oyog'icha oq kiyim kiygan bir to'p murt orasida oppoq saqili meydasiga tushib turgan egiz bo'yliq, nihoyat kelishgan bir buvay onunga o'tkir ko'zlari bilan tikilib turadi. Onun o'qigan qalandarlar boshlig'i Bo'ra laqamlik Alg'ay darvish ko'zlari aloq-jaloq bo'lib varqirdi. Adabsiz banvash, tur o'rningdan. Nimetlik pirimiz Şeyh Nizamiddin Xamush Hazretleri g'arib xonaqoyimizga muborak qadamlarni bosdi. Kalender Qarnaqi o'rnidan turmoqchi bo'lib edi, beshi turusga tegib engishib qoldi. Şeyh o'tkir ko'zlarini uningdan uzmay nom nasabini so'radi. Iloh dargohining gadiyman, dedi Kalender ismini aytqisi kelmay. Şeyh Kalenderning kuch-quvvatga to'lgan qovul gavdasiga yana bir qatim boshdan oyoq sap soldi-da, undamay xonaqodan chiqib ketdi. Ertasi Şeyh uni Bag'dod qishliqining yenidagi yozliq qarorgohiga chaqirib, buloq bo'yidagi yosh sedalarning soyasida kulrang gilimlar silingan yo'g'on supida o'ltirib, Kalender bilan uzoq paranglashdi. Poytaxtga qachon, qandoq orzu tilak bilan kelganligini, nasl nasabi, avlod ajdodlarini birma-bir surishtirdi. Uning fani dunyoni tark etib, gadoylik yo'lini tanlaganligini ma'qul ko'rdi va xilma-xil nozu ne'matlar bilan mehmon qilib ko'nglini oldi. Keyin Shohizinda xonaqosidan Mazari Sharif yenidagi darvishlar xonaqosiga kelib elishni va atrofga ko'z quloq bo'lib qo'yishni topshirdi. Chunki Shoh dahriy bo'lganlikdan poytaxtda diyonatsiz va insofsiz kishilar ko'payib ketayotganligini uqtirdi. Uningdan 1-2 oy ilgari Shayx uni yana chaqirdi. Bu qatim Mazari Sharif xonaqosidan G'or Emir yenidagi Kalender xonaga ko'chib berib, Ko'ksaroydagi ishlardan xabardor bo'lib turishni topshirdi. Shayxning bu topshiriqlari Kalenderni turib hayron qoldirsa, turib tashvishga soladi. Afsus, u zoitlikqa yuz tutib, gadoylik yo'liga manganda, bu dunyo ishlaridan qo'l uzib, kecha kunduz tariqat bilan band bo'laman deb o'ylagan edi. Lekin Shayx uningga tariqatni tashlab payloqchilik qil, Dahri shohning peyiga tush dedi. Kalender gerçi medresini terk etken bolsumu, ko'nglida Mirza Ulug'bek hazretlariga hech qanday yomonlik saqlamagan edi. Aksicha,
Onunğa bo'lgan muhabbeti yurigining cho'nqur qetida hamon to'lqinlab turadi. Şuna paylaşçılık qil degan talabning o'zila qalandarni yirgandiratgan edi. U ko'nglida kechganlarni shayxga bildirmay, G'or Amir yenidagi xonaqoga ko'chib bordi. Biroq shayxning deganlari bo'yicha u kechalari zikr qilib, Ko'ksaroy atrofida shumshub yurmadi. Mana endi Kölçek bo'yidagi yo'g'on supida kelgan ketganlarni ko'rib o'ltirgan qalandar qarnoqi shayxning uni nima maqsadda chaqirtganligini faraz qildi. Shayx balki uningdan norozi bo'lgandi yoki bo'lmasa, bu 2 oydan beri nima ishlar qilganligini surishtirmoqchi bo'lgandi. So'rasa nima deyish kerak? Qandoq javob bermak kerak? Oxir ichkiridagi hovlining darvozasi ochilib, beshidan oyog'icha oq kiyim kiygan ulamolar orasida poytaxt qozisi Xo'ja Miskin janoblari ko'rindi. Lekin qozi janoblarini uzatib chiqqan murtlar darvozani taqab bo'lguncha darvoza yana taqildab qoldi. Qalandar qarnoqi qiziqsinib darvoza tarafga qaradi-da, yuragi jig' qilib ketdi. Chunki darvozadan Xo'ja Salohiddin zargar kirib kelyotdi. Uchsig'i kimxob tashliq og'magan terisini tikilgan juva. Beshiga uchiga dur qadalgan qama talpak kiyib zargar o'zi vijikkina bo'lsa-mu, qaddini tik tutib, pil tishidan yasalgan hassisi bilan yerni tok urib o'tib ketdi. U qalandarni ko'rmadi. Hatta qarnoqi o'ltirgan tarafga qarabmi qo'ymadi. Qaragan taqdirdami choch soqollari o'sib ketgan, ustiga janda, beshiga kuloh kiygan bu nomrod darvishni to'niyolaytdimi? Qarnoqining isiga Mevlana Ali Qushchining elchilikka borganligi va bu takabbur buvayning qilgan gaplari keldi. Bu musofir shoir madrasada o'qiyman deb aqlidan adishibdi. Bu gaday Salohiddin zargarning nevrasiga o'yinaman deguncha avval qursiqini to'yg'izsin. Qarnoqi bu gaplarni Mevlana Ali Qushchidan emas, boshqa odamlardan anglagan edi. Elchilikdan qaytib kelgan ustoz bo'lsa, uning ko'nglini ko'tarishga har xil hikoyalarni aytib berish orqali uni bezlashga tirishdi. Lekin ustozning mayus chiroyidan shundoq bir tashvish chiqib turadiki, qarnoqi gap so'zsizla hammani tushundi. Mevlana Muhiddinchu. U bo'lsa bir necha kungacha shogirdining yuziga qarayolmay o'zini qochirib yurdi. Lekin buning nima ahamiyati bo'lsin? Qalandarni bunchalik yerga qaratib xar qiladigan odam boshda uni nimishqa shogirdlik qiladi. Nimishqa xar qiladigan qizlar uchun darsxona ichib, Xurshida Banuning o'qishini uningga topshirdi. Ashkullar. Mevlana Muhiddinning kitobqiliq to'g'an tip-tinch uyda o'tgan baxtlik minutlar. Xurshida Banu yuzini hamisha zar talalari chechilib turadigan nefis ipak yog'liq bilan yepib, bejirim ham nozik oyoqlari bilan yenik qadam bosganicha darsxonaga asta kirib keladi. Banu darsxonaning o'ttirisiga tortilgan nefis pardaning nariq tarafida o'ltiradi. O dastlabda nihoyat ayminib, beshini tuban solg'inicha diqqat bilan dars anglaydi. Lekin o'qish davomida ichilib, yeyilib ketadi. U yuzini to'sib turgan ipak ro'molini qayrib qo'yib, hayo va hayajondan vol-vol yenib turgan va muloyimligi jilvalanib turgan jamoli, chaqnab turgan og'u ko'zlari, yoshlikqa xos latofati, iffat numusi va xiyoli go'zalligi bilan namoyon bo'ladi. Qalandar qarnoqi o'zining dastlabki she'rini ashu darsxonada yozgan va birinchi qatim Xurshida Banuga o'qib bergan edi. To'g'risini aytganda, uni shoir qilganmi ashu dilbar, ashu aqlli qiz edi. Ha,
Turmuşning ochiq chuchukini tetib ko'rmagan, 10 gülünün birimi içilmagan bu nazik kız, yeşi 40'qa berip qalğan, tartmagan japası, körmegen küni qalmagan qalenderdenmi danaraq idi. Qalender qarnaqi qızğa öz muhabbetini izhar qilib, uyiga elchi avatmoqchi bo'lganligini aytgan oqshimi uningdan kichik bir parcha maktub topshirib oldi. Qiz uning bilan xilvat bir joyda uchrashishni orzu qilgan edi. Ular Mevlana Muhiddinning big'ida, Azgal bo'yidagi qeri yanaq daraxining tubida uchrashdi. Ürgüt tağlardan g'ur-g'ur shamol urib turgan illiq bahor kuni oqshimi edi. Putiga qo'nchi gullik qizil xurum o'tuk, ustiga och qizil shoyi ko'ngnak, sirtidan beli tar jilitga kiyib, beshiga oq tivit yog'liq sog'an Xurshida Banu tugunchak ko'targan holda yanaq tuviga degan vaqtida yetib keldi. Banu'nun kelishiga texshi ishonmay titrab turgan qarnoqi hushini yo'qotib gangarabla qoldi. Banu bo'lsa hasirab hömidab darhol ketishni, Samarqandni tashlab boshqa joyga ketishni iltimos qildi. Biroq Qalender sodda Haq Taolo devidek bo'y berib aql bermagan sahrolik ahmaq. Qalender bo'lsa ustozini o'yladi. Ustozini ranjitish, ota-onasini ranjitganlik bilan barobar degan gaplarni xiyoldan o'tkazdi va Banuga avval elchi kirgizay. Agar rad qilsa, ondan qochayli degan gaplarni qildi. Banu uning gaplarini jim turib angladi-yu, to'satdan hovli tarafga qarab mangdi. Lekin 3-4 qadam minibla nimagadir putlashib yiqilib tushdi. Turgan yerida qo'ziqdek qetibli qolgan Qalender hushini yig'ib Banuga qarab yugurdi. Banu asta ingirganicha daraxt shoxlari orasida tipirlab yotatdi. Uning ro'mili tushib, sochlari cho'lib ketgan edi. Qalender uning qishig'iga kelib tizlanib, belidan tutib ko'tarmoqchi bo'ldi. Banu "Qo'yveting" dedi-de öpkisi tiqilib yig'lavatdi. Banu, tutmang. Banu qo'lini tortib olib, bo'ynidagi zibu zinnatlarni sharaqlatganicha hovli tarafga oqsigan peti yugurdi. Sal o'tgandan keyin bog'ning eshigi taraqlab yopildi. Qalender umid uzalmay eshik oldiga bordi. Ichkaridan Banuning yig'isi anglandi. Onun yığısı xuddi haqoratlangan qizchaqning yig'isidek mo'ngluq edi. Qalender titrab turgan lavlarini eshikning yo'chqiga tekkizib asta chaqirdi. Banu, azizim. Javob o'rniga eshik halqalarining sharaq-shuruq qilgan ovozi anglandi. Qalender mast odamdek daldanishib ketib etib, baya Banu yıkılgan yerdeki şax şumbula arasında yaltırap durgan bir narsani ko'rib qoldi. İngishib qarg'udek bo'lsa, alqanchilik bir daftar ekan. Qizil duxoviga uralgan bu daftarning muqovasiga Qalender buni keyin madrasaga qaytquchi ko'rdi. Buni misralar hal bilan yozilgan edi. Nigarim yo'ldadir. Kelgeymi deb zinhar bilmeysin. Köngül ahin bilirmi deb kütermen yar bilmeysin. Tepip yalğız dilim razin bayan etmek acizmen. Uzun tülle hiyalında öter bidar bilmeysin. Qalender Nigardan ayrılıp qo'ynidagi alaqanchilik daftar bilan qoldi. Lekin buningga nima amal bo'lsin, ayb o'zida. Avval elchi avatib, agar rad qilinsa, ondan qochmoqchimish tig'i. Elchi qaytarilgandan keyin Salohiddin zargarning ishki Qalender uchun doim yopiq turdi. Xurshida Banu tugul, uning bosgan izlarini ko'rolmadi.
Keyin paytaxt ko'chalarini larzaga solgan nag'ri kanay sadolari ichida Əmir İbrahim bəy oğlu at oynatıb Salahiddin Zərgərning dərgahıga yetib kirdi. Şu akşamı nag'ri kanaylar yangrab, Əmir İbrahim bəy oğlu dəbdəbə və hayva bilan Salahiddin Zərgərning hovlisiga at oynatıb kirganda, Ulug'bek madrasasining jimjit uyida meydisini yerga yiqib yotgan Qalandar Qarnoqi muddarislik kiyimini silib etib, o'rniga janda kiydi, sallasini bir bulunga tashlab etib, beshiga kuloh kiydi-da, gadaylar xonaqosiga ravon bo'ldi. Bu ko'rguliklardan yuragi o'rtangan Qalandar o'rnidan turib ketdi ve etrafga telvilerce bir qarab qo'yib, yana o'ltirdi. Dal shu chaqda ichkiridagi hovlining eshigi ochilib, bir top murt orasida Xo'ja Salohiddin Zargar ko'rindi. Xayriyat, bova yanala boyagidek qaddini hadi yutib olgandek tik tutib, oltin dastalik hassini to'kiltib, Qalandarning yenidan o'tib ketdi. Altın quturatqan rəyimsiz Qalandarning qanatini sundirib qalmasdan suyumlik nevrəsinin bəxtini qara qıldı. Əgər Qalandar Xurshidi Banuni qo'lga keltiradigan bo'lsa, uni hargizmo Talva Shahzodaning haramiga yo'latmas edi. Yo'q. Uning qo'lida o'lsa o'latdiki, söygünini xar qilmas edi. Hey, gözünü aç divane. Uykunlu xanaqayında uxla. Şeyh Hazretleri seni çağırıvatıda. Beşiğe kiygiz qalpaq, putuğa çoruq kiygen yaş murt onu içkeriki hoyluğa başladı. İçkeriki hoylunun tövrüde aldı ayvallık körkem bina qat götürüp duradı. Hoylunun qaq oturusu da naqishlik şipan bulup, Şipanın etrafındaki kümüş çaçratqulardan etilip çıkıvatkan suğla çini yatkızılgan kiçik eriqqa quyuladı. Tüyürüklerge qatar esilgan panuslarının şoğlusu da etilip çıkan suğla Hasan Hüsendek tavlanıp acayip bir manzara payda qıladı. Qalandar Qarnoqini başlap kirgan yaş murt onu derizileriga ipek perde tatılgan oduldaki öyge teklif kıldı. Dəhlizge kirgende on tarafdaki naqishlik eshikni ko'rsatib, kiriver dedi. Qalandar sal huduqqandek bo'lib eshikni ochdi. Sheyx Nizamidin xamush tamlarga qizil taka turkman gilenleri esilgan keng uyning tövrida qat-qat şayi körpüler üstüde per yastıqı beşini çükürüp qıysıyıp yatatdı. O beşiğe akselli organ, üstüge qara məxməl ton, teşidin qaradek appaq pərəcə giygen, yoğan təsvir tutqan halda közlerini yumup, mügdep yatqan boğsumu, Qalandar işikdə toxtab salam berişi bilenla qaddini ruslap olturdu. Ve appaq quyuq qaşları astidan sınaş nazar bilen tikilgen közlerini Qalandardan üzmey. Kel, Allah'ın gaday bendisi, dedi. Tartınma, balam, yuqarı öt. Şeyhning ovozi xuddi nur yig'ib turgan yuzdeklam yaqinliq edi. Qalandar qo'lini ko'ksiga elib, putining uchida bir ikki chamdabla sheyxning udulig'i kelib tizlandi. Eshik yana echilib, ikki murt, biri dasturxon, biri kumush patnusta issiq non, asal, meva-cheva elib kirdi. Sheyx yana ko'zini yumib, ta murtlar chiqib ketguncha indamay jim o'ltirdi. Andın, ahvoling nechuk darvish deb so'radi. Talping bo'lsa degin. Qalandar beshini ko'tarmay bir qimirlab qo'ydi. Xudoga shukr, pirim. Allah'ın gadiga nima talab bo'lsin? Üstü-başım bütün, qo'risqim to'q, pirim.
Barikallah oğlum. İnşallah muradına yetkeysen. Al balam. Allah'ın nazu nimetlerinden behrimen bol. Kalender teşekkür bildirdi. Ve şeyhinin ündümey tesbih kirişkenligini görüp, öyge yer astıdan yine bir qetim köz yugurtup çıktı. Öyünün hemmetimide güldek paqıraq gilim. Derizilerde bir qat şayi perde üstüge mehmel perdeler. Esil buyaqlarda acayip san'at bilen buyalgan güllük. Torusta altın qandil. Naqshlangan yasaman tekçilerde rangdar koza lonqola. Altın ligen taxsile. Tova! Gadaylarının hemmisi prim dep yürüyen şeyh hazretlerige. Bu haşemet, bu zibi zinnetlerinin nimi kereki badu. Dünya menin digeller, cihan malin alganlar, aç göz kuştek buluban, ol haramga patqalla. Nime dep pichirlawad sen, derviş? Şeyh'in boğum avazı köçügen kalender, Allah'a tekbir eytivatı men pirim, devetti ve günahkar bendeni özün geçirgeysen perverdigarı, dep koydu. Balam, dedi şeyh yine bayıqdek mulayimlik bilen, seni çağırmaktan maksat, sana bir işini tapşırmak idi. Emma bu işini tapşırıştan avval senden bir nersini sormakçımen, Allah'ın gadiyi. Kalenderinin yüreki cıg kılıp gitti. Tünügünki işini sorursa nime demem. Balam kalender, sen pani dünya lezzetinin vazgeçip naite savaplık iş kıldın. İlah dergahının gadiyi, Ehtalanın süyümlük bendisidir. Bırak, rast gapni kıl. Köңlüңді bu yolga minip toğrı kıldın mı yok degen gumon bormi? Kalender qarnoqi dastlabda yilon chaqqanda odamdek yuragi sirqib ketdi. Sheyx buni sezgan edi. Nimishqa jim o'tirasan, darvish? Kalender beshini asta ko'tardi. Sheyx sal ingishib, o'skilan qoshlarini turib, onunğa tikilib o'tiradi. Onun qizil yüzüdən böləkçi bir keskinlik və kişini cəlb qıladigan sihri güç çıxıb duradi. Kalender onundan közünü qaçırıb baş çayqıdı. Yo'q pirim, ko'nglimda hech qanday gumon yo'q. Va lekin so'zla, dedi şeyh. Va lekin zahidlarning qilmishlari kishini ranjitadi pirim. Köplegen kişiler gadaylıqni ixtiyar qılğan bilen gadaylıqqa baş egmeydi ve günah buluşunun qorqmay neşe çekidi, g'aybet şikayet qilidi, qimar oynaydi pirim. İnnallahu huve ma'as sabirin. İnnallahu ma'as sabirin. Yani ki Allah sabır qılğanlar bilen birgedir. Sabır qılğaysan, darvish. Şeyh qattiq xursinib bir tevrinib qo'ydi. Dilingdan bulbul gumonni yo'qotib, istig'for ayligaysan. Dilingdan bul gumonni yo'qotib, istig'for ayligaysan. Kimki gunoh qilsa, oxiratda jazosiz qolmag'ay. Parvardigori olam oldida shoh bilan gadoy barobardir o'g'lim. Mana Dehri Şah Mirza Ulug'bek. Es-salatin zillallahu fil arz. Yani men Xudoning yerdagi soyisi ben deb takabbürlük qildi. Bobisi Amir Temur Xudovandi Kerim zoti tevarrukni bu dunyoda sohibi toj qilgandek oxiratdimi muqarrabi dargoh qilg'ay. Sahip qirin bobisining vasiyatlarini ilik almay din əhlini ayaq astı qıldı. Dəhrilik yolunu tutub,
fani dünya lezzetiga mastona bo'ldi. Oqibat ikki dunyo Allohning g'azabiga duchor bo'ldi. Haq Taala hech bir bandasining gunohini kechirmaydi. Es-savabu bi fazlihi vel uqabu bi adlihi ve la yecibu aleyhi şey'un. Dahri Şahның leşkerleri qatl qırğın qılınıbdı. Taxtimizning varisi Mirza Abdullatifning qo'shinlari bugun ata poytaxt Samarqandga kirib keladi balam. Qalendar shayxning o'ziga qarab gap qilayotganligini, o'zidan javob kutayotganligini sezgan bo'lsa-mu, beshini ko'tarmadi. U nima deyishni, shayx hazratlarining bu gaplariga qandoq javob berishni bilmaydi. U Mirza Abdullatifning qo'shin tatib kelayotganligini burunla anglagan bo'lsa-mu, shayx hazratlarining deganlari uni texmo bearam qilibdi. Bu nima uchun? Ya Dahri Shohga g'azablanganlikdan shundoq bo'layotamdi. O'zing kechirgaysan, Parvardigor olam. Va lekin bu shayx nimalarni deb yuriydi? Aciz bendining qaysi biri dahri, qaysi biri iymoni kamil musulmon? Bu yolg'iz o'zingga ayon emasmi, Xudovandi Karim? Nimishqa gap qilmaysan, darvish? Sözlerimizde mulohaza qilmoqdaman pirim. Haqiqatanmi Haq Taala oldida shoh bilan gadoy barobardir. Kemahu ve hukkuhu dedi şeyh. İnşallah emdilikte Dahri Şah'ның günah işleriga çek koyulur. Diyanetsiz alimlar inşallah Mavari Ünnehir tupraqadan haydılur. Mavari Ünnehir'de İslam dini kamal tapıdı. İlahi amin. Şeyh dua kılıp bulup yine kalenderi qardı. Oğlum kalender dedi o, birden xiyal sürüp jim turgandan keyin. Mirza Ulug'begning gunohlaridan biri Rasatxonani barpo qilganligidir. O Rasatxonidagi otashparastlar va dinsizlarning kupur kitoblarni yozishiga yo'l qo'ydi. Balam, bizga eni xabar keldiki, ol diyonatsiz shoh bu kuppar dargohiga yig'ilgan dinsizlar kitoblarini yushirmoq niyat qilganmish. Hem bu gunohi azim ishni bitavfiq shogirdi Ali Qushchiga topshirganmish. Yana shul xabar keldiki, Mirza Ulug'beg bu ish uchun Ali Qushchi degan iflosga ko'plagan oltin va boshqa boyliqlarni in'om qilganmish. Bulardan xabaring bormikin? Qalendar shoqqida burilib qaradi. Shayx hazratlari oldiga inishkinicha uningga qatilib turadi. Yo'qtirim. Qasam qilamanki bu ishlardan xabarim yo'q. Shayx Nizomiddin xomush uningdan ko'zini uzib bosh langishdi. Seni chaqirtmoqdan maqsad shulki, bu farishtasiz dargohga va imonsiz Ali Qushchiga ko'z quloq bo'lib turg'aysan. Sabab shulki, jannat makon Amir Temurning oltinlarini Dahri Shohning makruh kitoblarini yushirish uchun sarf qilishga yo'l qo'ymoq gunohi azimdir. Mana Shayx hazratlari yostiqining tagidan ikki buklangan bir parcha qog'oz elib ko'rsatdi. Karomatlik pirimiz İşan Abeydullah Hoca Ahror hazratlari shoshdan maktub avatib, bu ishni qattiq tapalabdi. Ol Shayx hazratlari bugun ata poytaxtga kelmoqchi ekan. Nimishqa zuvon surmaysan? Shayxning surlik ovozida shundoq bir qat'iylik, alfozida shundoq bir shiddat, chaqnab turgan ko'zlarida shundoq bir sir bor ediki, Qalendar tamtirab ketib, faqir
Aciz bende nemi deyttim? Pirimning emri vaciptur, dedi. Şeyh Hazretleri başlanıştı maqulladı da çırağını özgertmey sözünü davamlaştırdı. Bu işte bir parvalık kılışkı bulmaydı. Resetxana etrafıdan keçi gündüz nerik etmegeysen, Ali Kuşçu degen bu vahşi gözünden gayip olmasın. Ya Rabbi, qaysı günahıymışım beşimki bu sevdalarını saldın. Hem de sana okup bulun pışkaklarda yürümek ornağa paylaştık kılandı men. Musafirçilikte beşinni sılgan ustazlarının yaxşılıqıga yamanlık qaytırımdı men. Hem iş mehbi bulmak lazım, dedi şeyh. Çünkü Şahzade Abdülatif paytaxtını elip, taxtda muqim olturup boğuca, bol sirni birov bilip qalmasın. Bol sirden birov xabardor bo'lib qolsa, xususan buni Ali Qushchi bilib qolsa, do'zaxga mahkum bo'lasan. Qalandar, gapimni tushundingmi? Tushundim pirim. Allah sana medet bergey, ilahi amin. Allah sana medet bergey, ilahi amin. Şeyh dua qılıp bulup dastıxanını körsetdi. Issiqnandın elib al, derviş. Qalender itaatçılık bilen dastıxandan ikki nonni elib qo'yniga saldı da arqıcı menip yoruq öydün çıktı. Bayıqı izg'irin shamal pasaygan bo'lsa-mu, havo yanala sovuq edi. Xiyoli har tarafga chichilgan Qalenderning ko'zi qorong'ilashib, to'rikka yulinib qoldi. Astagfirullah. Şeyh nim uchun menga chaplashib oladi? Nim uchun bu nopok ishni menga yuklaydi? Şeyhning uni tunji qatim ko'rgandil gumonlanganligi va gumonlangan odamlarni shu yo'l bilan sinab beqish odati borligini bilmaydigan Qalender xiyol qaynimida daltanshib hovlidan chiqdi. Shu paytda sirtda "Ya Allah do'st, ya Allah" deb zikr qilgan ovozlar anglanib, darvozadan bir to'p dervish kirib keldi. Qalender o'zini chetga ilib, ularga yo'l berdi va oldida oqsab ketayotgan bo'ri laqamlik alag'ay dervishni to'nib qoldi. Bo'rimi uni to'nigan bo'lsa kerak, qorong'uda kuloyni likildatib yijib qo'ydi. Qalender qarnoqi daldangshigan peti hovlidan chiqdi-da, qandaqdir bir ichki hissiyotga asir bo'lib, mazori sharif tarafga yo'l oldi. Qorong'uda qabristondagi chinorlar, porlashib ketgan qeri shotut va sida daraxtlari qandaqdir charsildaydi. Go'yo ularning kavaklariga jin shaytonlar yushirinib olib, bazm qilayotgandek. Ko'rga, yig'i ovozlari, qisqasi har xil qo'rqinchli ovozlar anglanadi. Kimlardir qabristonning bir chetida qiroat qilayotadi. Masjid tarafdan darvishlarning ho-ho'lari anglanib turadi. Qalender marmardan yasalgan maqbaralar, o'ng-ko'rdak o'yilib ketgan qabrlar orasida urilib so'qilib qayoqqadir ketayotadi va o'z ko'nglida Allohga yalonadi. Gunohkor bandangni kechirgaysan, ey Parvardigori olam. Faqir bu dunyoning lazzatlarini tark etib, haqiqat yo'liga manganda, tariqat o'rinda bundoq nopok ishlarni qilaman deb o'ylamagan edim. Musofirlik va yo'qsullik dardini tatiyotganimda, beshini sulab boshpanohlik qilgan o'z ustozimning orqasidan payloqchilik qilaman deb o'ylamagan edim. Mevlana Ali Qushchi Dahrimu yoki iymoni komil bandangmi? Buni bu takabbur sheyx qandoq biladi Tangrim? Molla mufti bo'g'allar, nohaq da'vo qilganlar, oqni qora qilganlar, ol tuzoqqa kirmishlar. Nohaq da'vo qilganlar. Şeyhning so'zlari nohaq da'vo emasmi? Ey yaratquchi egam.
Mana tar yo'lning oyog'ida qurib qaqshal bo'lib ketgan yo'g'on chinar ko'rindi. Chinar tövüde üstüge arqar mingizi o'rnatilgan heyvetlik maqbara qad ko'tarib turadi. Qalindar Qarnaqi qabrining bosh tarafiga o'tib sajda qildi va piri Bahovuddin Naqshbandiga xiyolan iltijo qildi. Bu ojiz gadoyga o'zing madad bergaysan, ey ne'matlik ata. U dervishlik yo'liga manganda fani dunyo ishlarini emas, tariqat babida kecha kunduz ibodat qilishni maqsad qilgan edi. Ey butkul ahli jununlar, musafir sergardon, gadoy yo'qsullar homisi bo'lgan Xo'ja Bahovuddin Naqshbandi, ey Parvardigori olam, gunohkor bandangni o'zing kechirgaysan. O'zing kechirgaysan. Tangrim, o'zing kechirgaysan. Qalandar Qarnaqi yukinib o'ltirib, cho'g'da qiziq peshonisini muzdek qabriga yoqdi. Hürmetli kitap anlaş topadagi tingsharmanlar, Ulug'bek xazinasi 8. mavzu tamam bo'ldi. 9. mavzuni keyingi programda anglaysizlar. Rahmat.